Aziz dindoshlar, oyat va hadislardan kelib chiqib, ota-onaning oldida ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan ba'zi bir narsalarni eslatib o'taylik. Avvalambor, ota-onaga ovozni ko'tarish, qo'pol gapirish, do'q-po'pisa qilishdan ehtiyot bo'ling. Garchandiki haq bo'lsangiz ham. Yuqorida Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytdilar. Otangiz bir noto'g'ri ish qildilar. Onangiz bir xato gapni gapirib qo'ydilar. Siz haqsiz, lekin haq bo'lsangiz ham boshingizni egib, mayli onajon deb kechiravering. Ularning oldida qovoq solib peshonangizni tirishtirmang. Nimaga? Meni aytganim og'irlik qilyaptimikin? Men yeyotgan narsamni yemoqchi bo'lganmikin deb bechora ota-onangiz hijolat bo'ladi. Mana aksariylar agar uylanmaganlar bo'lmasa, hammamiz ham oilalimiz, farzandlarimiz bor. Ishdan kelsak, ayolimiz issiq ovqat tutadi, to'g'rimi? Endi yemoqchi bo'lganimizda kichkina o'g'limiz yo qizimiz ovqatimizga qarasa, yeyotgan taomimizga qarasa, yeb tashlaymizmi shu taomni? Shuni og'ziga tutamiz. Biz ham xuddi shunday bo'lganmiz. Otamiz ishdan kelganlarida oldimizga kelsak, go'shini berardi. Bugun biz ham o'sha otadan o'tgan mehr bilan bolamizga beramizda. O'zi yemasa ham ota-ona yediradi. Lekin kunlar kelib, endi yeyman desa-yu farzand yeyotgan narsangizdan norozi bo'lsa, qanday hayot bo'ladi? Islom ota-onani xor bo'lmasligi uchun farzandga mana shu tarbiyani o'rgatadiki, "Ey, sen ham bir kun ota-ona bo'lasan. Ota-onangni hech qachon qalbini ortma" deydi. Ana shu ma'noda dasturxon atrofida o'tirganda ichingiz kuyib ketayotgan bo'lsa ham, qarzga botib ketayotgan bo'lsangiz ham, iloji boricha ota-onangizga bildirmang. Bir buyuk zot, ismlari esimdan chiqdi. Nihoyatda charchab bemorlikdan yotib qoldilarda, ayoli yugurib kirib, dadasi, onajon kelyaptilar, oyingiz kelyaptilar desa, shartda turib kiyimini almashtirib o'tirib olibdi-da. Chunki onalari o'g'lingiz kasal bo'lib qolibdi deb eshitgan ekan. Kelsa bolasi soppa sog'lom. Hech kasallikdan vaqo yo'q, ko'rinish yo'q. Voy bolama, seni bemor deb eshitdim. Tuppa tuzib o'tiribsan. Ya ona, inson bemor bo'lmaydimi? Bir bemorlik o'tdi ketdi-da debdi. Mehmon qilib kuzatib yiqilib tushgan ekan. Shunda ayollari so'rabdi, "Nima uchun bunday qildingiz?" Chunki onam meni kasalligimni ko'rib qalbini olishni xohlamadim. Meni kasalligimni ko'rib onam mahzun bo'lib qolishligini xohlamadim. Shu uchun Robbimdan so'radim, quvvat ber. Onam ketguncha quvvat ber, kasalimni bildirmay dedim. Lekin zaif ekanman, onam ketishi bilan hushimdan ketdim deb javob qilganlar.